Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Yaqinda mushu Xitoydan tarqalgan vaboga qarshi unumlik vaksinaninki dunyoga kelishi bilan kishilar bir tarafdan xushal bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan bu vaksinaga qarta har xil gumon va savollar o'tirg'a qo'ymoqda. Shu munosabat bilan ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab, bu vaksina bexatarmi, bu vaksinani udurishga bo'lamdi, bo'lmamdi va yoki bu vaksina nima uchun shundoq tiz dunyoga keldi degandagidek ba'zi savollarni so'raganlar bo'ldi. Men ularga javoban tuvanda bu vaqtda o'zimning izlanishlarga asosan qisqacha bir ko'z qarashlarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi, manglarning diqqat berishni umid qilaman. Men burunqi bir leksiyarimda shu vaksinaninki, yana normal vaksinaning ishlab chiqarilish jarayoni to'g'risida qisqa bir leksiya so'zlagan. Uningda ko'rayotganinglardek bu rasm bo'lib, normalda bir vaksinaning ishlab chiqarish jarayoni va uningga ketadigan vaqt, iqtisod ko'rsatilgan. Bu garchi bu rasmda ko'rsatilgan ahvol garchi mutlaq bo'lmasa-mu, lekin ko'pincha vaksinalarga mos keladigan bir universal bir ahvol bo'lganligi uchun men buni tipik bir misol xarakterda sizlar bilan yana qayta o'rtoqlashib o'tmoqchi. Ko'rayotganinglardagidek vaksinaninki tadqiqot jarayoniga taxminan 8 yildan 17 yil vaqt ketgandan boshqa taxminan 1 milliard dollar pul ketadi. Uni texmi inchga bo'lib qaraydigan bo'lsak, shu dastlabki vaksina kandidatlari ichidan shu vaksina bo'lish mumkinchiligi bor degan shu vaksina dastlabki nusxasini ayirib chiqib, ya'ni aniqlash uchun taxminan 2 yildan 5 yilgacha vaqt ketadi. Uningdan keyin shu u ayirib chiqarilgan vaksina kandidatini shu hayvonda va insonlarning birinchi bosqichliq klinikalik sinaq jarayoni uchun 2 yildan 3 yil vaqt ketadi. Endi bu yerda nima uchun dastlabki bosqichga 2 yildan 3 yil vaqt ketadi degan vaqtida bu unumlik bo'lishi mumkin deb qaralgan shu kandidatni tanlash uchun nurg'un o'xshamagan sinoqlarni elib berib, nurg'unlagan shu kandidatlar ichidan unumlik bo'lishi mumkin deb qaralgan bir nechasini tanlashga to'g'ri keladi. Uningdan keyin uni hayvonlarda sinab, uning ichidan maniki unumi borkan deganni tanlaydigan gap. Uningdan keyin uningki u tanlangan kandidatninki insonlarda qandoq aks ta'siri bor, insonlarda mos kelamdi, kelmamdi degandagidek dastlabki qadamliq klinik bosqichliq birinchi sinoqqa jami shu oldingi hayvondagi sinoq bilan 2-3 yil vaqt ketadi. Andan keyin bu insonlarda bexatarkan degandan keyin ikkinchi va uchinchi bosqichliq klinikalik sinoq orqali uning badanda hosil qilgan immunitet kuchi va shu nishon qilgan virusga qarshi qo'g'dash kuchlarini o'lchab, rasmiy statistikalik bir sonliq ma'lumotga erishgandan keyin, andan keyin shu davlatdagi shu dora va vaksina tasdiqlaydigan hukumat organlarininki ko'zdan ko'chirishga sunildi. Buninglik uchunmi kam deganda 1-2 yil vaqt ketadi degan gap. Shunda bo'lgan vaqtida dastlabki bosqichdagi tadqiqotga 2 yildan 5 yil, andan keyin hayvon va dastlabki odam sinoqqa 2-3 yil, andan keyin bu klinikalik ikkinchi va uchinchi bosqichga 3 yildan 7 yil, andan keyin eng oxirgi hukumatniki tasdiqlash uchun 1-2 yil. Jami ko'rayotganinglardek 8 yildan 17 yil vaqt ketadi degan gap.
Bu normalda ko'p sonda vaksinalarni tadqiq qilib ishlab chiqarishga ketadigan umumiy vaqt va jami iqtisod. Endi bu Xitoydan tarqagan bu vaba rasmiy insonlar tarafidan tonulup shu xalqaroniki diqqatini qo'zg'ag'ili tehi amdila bir yil bo'ldi. Yana bu vabaning tarqalishini garchi o'xshamagan qarashlar bo'lsa-mu, lekin insonlar rasmiy tonishqa boshlagani shu o'tgan yil 12 oy bilan bu yil 1 oy bo'lib, keyingi ba'zi qarashlar qaragan vaqtida albatta u texmi burun boshlangan bo'lishi mumkin degan qarash bor, lekin kam deganda insonlarningki tonishqa boshlag'ili 1 yil ga yetmagan vaqt bo'ldi. Lekin bu 1 yilga yetmagan vaqt ichida hozir qadar shu 10dan ortiq vaksina asosan bozorga kirish uchun tayyor bo'ldi. Ularning ichida Xitoyninki 6 xil vaksina, Amerikaning 4 xil vaksina, Rossiyaning 2 xil vaksina, Angliyaning 1 xil, Hindistonning 1 xil, Kanadaning 1 xil. Albatta bularning bu mush tadqiq qilinayotgan vaksinalarning hammasi emas. Faqatla mush qisqa vaqt ichida bozorga kirish ehtimoli bo'lgan vaksinalar, uningdan boshqa hozir 150 xildan ortiq vaksinalar tadqiq qilinyotidi. Bu men bu yerda sizlarga ko'rsatganim faqatla qisqa vaqt ichida bozorga kirish va emlashga boshlanishi mumkin bo'lgan vaksinalar. Men yuqorida so'zlab o'tganim odatda hamda ko'p sondagi vaksina ijod qilishga ketadigan o'rtacha hisob bilan vaqt bo'lib, u 8 yildan 17 yilgacha. Endi burun ijod qilingan eng qisqa vaksina qancha yilda ijod qilingan degan kelsak, u shu burun eng tez dunyoga kelgan vaksina 4 yilda dunyoga kelgan. Undaqda nima uchun bu qitim aslida taxmin qilingan 1,5 yildan qisqa vaqt ichida unumlik vaksina dunyoga keldi degan vaqtimizda bu ko'pincha kishilarningki kallasida savol va gumon paydo qiladigan bu bir masala bo'lib, men tövəndə bu haqda özümün izlənganlarga asosan ba'zi ko'z qarashlarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Endi yuqorida ko'rganimizdagidek hozir qadar dunyoga kelgan har xil vaksinaning dunyoga kelish uchun sarf qilgan vaqt nihoyatda farqli. Masalan, normalda 8 yildan 17 yil ketgan bo'lsa, eng qisqasi 4 yil ketgan bo'lsa, bu vaqt jihatdan nihoyatda farqli. O'xshamagan davlatlarda, o'xshamagan shirkatlarda, o'xshamagan virus qarshi vaksinalarga ketgan vaqt eng qisqa bo'lgan vaqtda yuqori degandagi 4 yil bo'lgan bo'lsa, eng yuqori bo'lganda 17 yil, hatto 30 yil ichidami unumlik vaksina paydo bo'lmagan ahvollar bor. Buning tipik misoli AIDS kasali. AIDS kasaliga nurg'un qitim vaksina shu sinab qilingan bo'lsa-mu, lekin hozir qadar unumlik bir vaksina paydo bo'lmagan. Biroq bu vaksinalarga ketgan vaqt farqli bo'lsa-mu, lekin ular orasida bir o'xshashlik bo'lib, u bo'lsa-mu vaksina ijod qilishga ketadigan iqtisod, ya'ni zo'r miqdordagi iqtisod. Bu butun vaksinalarda o'rtaq bo'lgan bir o'rtaqlik. Undaqda burunqi vaksinalarga nima uchun unda uzun vaqt ketdi, bu vaksinaga nima uchun bunda qisqa vaqt ketdi degan vaqtida biz bu jihatda silishtirma xarakterda, ya'ni uzun vaqt ketgan vaksinaga nima uchun uzun vaqt ketdi, bu vaksinaga nima uchun qisqa vaqt ketdi deganni bir silishtirma xarakterda tushuntirib o'tsak, texim yaxshi bo'ldi deb qarayman. Buning sababining birinchisi, bir vaksina uchun taxminan 1 milliard dollar iqtisod ketadigan bo'lib, ko'plagan tadqiqot o'rinlari va ba'zi dori shirkatlariga nisbatan bundaq ko'p pulni qisqa vaqt ichida mablag' silish oson emas. Ya'ni shirkatlarningki
belgilik yillik kirim chiqim hisoboti bor. Ular mablag' silishning oldingi sharti bu vaboninki tarqalish doirasi, davomlashish uzun qisqaligi, ya'ni bu vaksinaga ko'plab mablag' sag'an vaqtida uningdan keladigan manfaat degandagidek nurg'un omillar mablag' silishda o'ylashadigan omillar hisoblanadi. Ikkinchisi, vaksina ijod qilish jarayonida nurg'unlagan vaksina kandidatlarini bir-birlab sinashga to'g'ri keladi va ko'pinchisi mag'lubiyat bilan oxirlashishi mumkin. Bu qitim mush iqtisodiy masala har qaysi davlatlar tarafidan yaxshi bir taraf qilinganligi, ya'ni hal qilinganligi uchun ko'p xil kandidatlar birla vaqtda sinalgandan boshqa odatda 5 yildan 10 yil ichida tamomlanadigan vaksina siniqini 7 oyda tamomlab chiqqan. Ya'ni bir bosqichliq sinoq tamomlanmay turib, birla vaqtda keyingi bosqichliq sinoqlar boshlangan. Ya'ni bu yerda birisi yuqorida men deb o'tgandagidek iqtisodiy mablag'ninki hal bo'lishi, ya'ni bu iqtisodiy mablag'ning shirkat tarafidan emas, ko'pincha hollarda hukumat tarafdan chiqarilishi, andan keyin bu hukumat tarafdan bu vaksina ishlab chiqarishga qulaylik yaratib berish. Shu sababdan nurg'un sinoqlar, nurg'un tajribalar bir bosqich tugatib bo'lib, uningdan chiqqan dokladga qarab ikkinchi bosqichni boshlaydigan ahvoldan butunlay o'zgarib, bir bosqichlik sinoq tugamay turibla ikkinchi bosqich sinoqni boshlaydigan ahvollar orqali vaqt nihoyatda zo'r darajada qisqartilgan. Ya'ni buning asosli sababi nima degan vaqtida, ya'ni 3-chi sabab deganimizda ma'muriy rasmiyatlar bu normalda nihoyat ko'p bo'lib, uninglik uchunmi ko'p vaqt ketadigan bo'lg'achqa normalda vaksinaniki ijod qilinishdan bozorga kirishga nihoyat uzun vaqt ketgan, lekin bu qitim bu ma'muriy tasdiqlash ishlariga nihoyat zo'r darajada qulaylik yaratib berilgan. Misolanga bu normalda mushu eng oxiridagi vaksinani tasdiqlash uchun 1-2 yil vaqt ketadigan bo'lsa-mu, lekin bu qitim misolanga mushu Pfizer'niki vaksinasining Angliyada tasdiqlanish uchun faqat 12 kun ketgan. Bularning hammasini yig'inchoqlab kelsak, birisi iqtisod. Eng muhimi iqtisod, andan keyin iqtisodiy masalaninki shirkat tarafidan emas, foyda manfaat qo'g'lashmaydigan, ya'ni hukumatning mablag' selishi, andan keyin bu yetarlik pul bo'lganligi uchun yetarlik odamlarninki bu tadqiqotga qatnashishi, nurg'unlagan vaksina kandidatlarining birla vaqtda sinoq qilinishi, andan keyin shirkatlar orasida yolg'iz bir shirkat emas, bir necha shirkatlarning o'zaro hamkorlashishi orqali bir vaksinaga kuch chiqarishi, bularning hammasi vaqt jihatda bu vaksinaga ketadigan vaqtni zo'r darajada qisqartgan deb qarayman. Yoki shunday qarashga bo'ladi. Endi men yuqori so'zlab o'tgandagidek, hamda bu shirkatlarning vaksinaga soladigan mablag'ning sommasi shu vaksinadan keladigan iqtisodiy kirim, ya'ni uningki qo'llanish vaqtining uzunligi. Ba'zi kasallar bor, misolanga bu ost xarakterlik yuqumli kasallik bo'lgancha u tarqagan doira bek keng bo'lmasa-mu, lekin uzun muddat davomlashganligi uchun uningdanmi yana belgilik iqtisodiy kirim keltirish mumkin. Eng muhimi qisqa vaqt ichida tugab ketadigan yoki bo'lmasa kelgusi oqibatining nima bo'lganligini bilmagan ba'zi yuqumli kasalliklarga nisbatan shirkatlar
mablag' silishda albatta hukumatninki yetarli qo'llashi bo'lmasa, ular aldirab buningga mablag' solmasligi mumkin. Lekin bu qitim bu vabo dunyo miqyosida keng ko'lamlik tahdid yaratgan bir vabo bo'lganligi uchun ko'p davlatlar buningga nihoyatda zo'r mablag' solgan. Bu men yuqorida deb o'tgandek bu vaksinaning tez dunyoga kelishida alohida rol o'ynagan. Bu nimada men tipik qilib shu Amerika hukumatiningki vaksina uchun solgan mablag'ini qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Birinchisi Pfizer şirketiga garchi Amerika hukumati dastlabda mablag' solmagan bo'lsa-mu, lekin keyin 100 million vaksina uchun Amerika hukumati Pfizer şirketiga 1,9 milliard dollar pul bergan. Ya'ni men dastlabki nimamda so'zimning beshida bir vaksina uchun taxminan 1 milliard dollar pul ketdi degan bo'lsam, bu Amerika hukumati 100 million vaksina uchun bu Pfizer şirketiga 1,9 milliard dollar pul bergan. Bu nihoyatda jiq bir pul. Agar Pfizer şirketi yoki har qanday bir shirkat bu vaksinadan foyda topolmagan taqdirdami, bu pul asosan shu vaksina ishlash chiqariga ketgan ko'p chiqimini o'z ichiga ilishi mumkin. Undan boshqa Moderna şirketiga Amerika hukumati tadqiqotning dastlabki bosqichida, ya'ni shu tadqiqotga, vaksina tadqiqotga silingan mablag' hisobida 1 milliard dollar pul bergan bo'lsa, keyin 100 million vaksina uchun Amerika hukumati yana 1,5 milliard pul bergan. Jami Amerika hukumatining Moderna şirketiga bergan puli 2,5 milliard dollar. Andan keyin Johnson & Johnson degan shirkatga Amerika hukumati qanchalik pul berdi desak, uning tadqiqot dastlabki mezgilda 456 million dollar pul bergan, keyin 100 million vaksina uchun Amerika hukumati yana 1 milliard dollar pul bergan. Shunda bo'lganda jami Johnson shirkatiga bergan pul 1 milliard 456 million dollar pul. Bumu odatda normalda vaksina ijod qilishga ketadigan mablag'dan ortiq bir pul. Andan keyin bu Novavax degan shirkatga qanchalik pul berdi desa, Amerika hukumati bu shirkatga vaksina ishlash va klinik sinov uchun Amerika hukumati 1,6 milliard dollar pul bergan. Andan keyin AstraZeneca Oxford, ya'ni Angliyaning shirkati uchun albatta uningga Angliya hukumati cho'qim pul berdi. Bu Angliyaning bu shirkati uchun Amerika hukumati qanchalik pul berdi degan vaqtida Amerika hukumati o shirkatdan 300 million vaksina digvar qatorida 1 milliard 200 million dollar pul bergan AstraZeneca Oxford shirkatiga. Andan keyin bu Fransiyaning Sanofi GSK degan shirkatiga Amerika hukumati 100 million vaksina uchun 2,1 milliard dollar pul bergan. Demak, bu yerda bu shirkatlarga nisbatan yetarlik mablag', ya'ni yetarlik kapolat puli bo'lganligi uchun u shirkatlar vaksinani ishlab chiqarib satanmagan taqdirdami, ya'ni insonlarga urilish hojat ko'rilmagan bir ahvol shakllangan vaqtidami, bu pullar bilan asosan o'ziniki chiqimini o'z ichiga ola oladi. Andan keyin ularda bu vaksina ishlab chiqarsak, iqtisodiy jihatda ziyon tortishimiz mumkin deydigan bir andisha bo'lmaydi. Shunlashqimi, bularning hammasi vaksinaning tez ishlab chiqarishningki bir sababi bo'lishi mumkin. Endi bu biz yuqorqi sabablarning hammasini omlashtirib tahlil qilsak, ya'ni bu vaksina nima uchun bundaq tez vaqtcha dunyoga keldi degan kelsak, birinchisi bu 100 yil ichidagi eng cho'ng tahdid, ya'ni dunyoviy tahdid. Buning ta'siriga uchragan odam qisqa vaqt ichida eng zo'r bo'lgan. Andan keyin bu har qaysi davlatlarningki
zo'r iqtisodiy mablag' selishi, ya'ni shirkatlarga nisbatan bir iqtisodiy ziyondan ko'p andisha bo'lmasligi bu vaksinaninki dunyoga kelishining tiz bo'lishida alayda rol o'ynagan deb qarayman. Uchinchisi, men yuqori ta'kidlab o'tgandek, ma'muriy jihatdagi qulayliklar, ya'ni har qaysi hukumatninki mush munosabatli o'rinlarniki ularga osonlik yaratib berishi, yana nurg'un narsalarni ular oldingi tajribaninki sonliq ma'lumotlari chiqqıcha saqlab turmay, ya'ni u sonliq ma'lumotlarni ko'may turib, keyingi qadam bosqichga yeshil chiroq ichib berishi bu shirkatlarning vaksina ishlab chiqarish jihatda ko'p vaqt o'tishida alayda rol o'ynagan. Bularning hammasi bu vaksinaning tez ishlab chiqarishda tiz ishlab chiqarishniki sababi deb qarayman. Albatta, ba'zi qarindoshlar mushu insonlarda ilib berilgan bexatarlik jihatdagi sinoqlarniki vaqtining qisqa bo'lishi uningda ba'zi uzun muddatlik xatarniki yoshirilib qilishi ehtimolligini yoritib berdi yoki shundoq bir ehtimollik bor deganlar bo'lishi mumkin. Albatta, men buni hech qanday bir asosi yo'q deb qaramayman. Chunki bu insonlarda ilib berilgan 3 bosliq sinoqqa butun ketgan vaqt 7 oy atrofida bo'lganligi uchun 8 oydan keyin qanday bo'ldi, 9 oydan keyin qanday bo'ldi, 1 yildan keyin qanday oqibatlar kelib chiqadi. Hozirgi sonliq ma'lumotlarga asosan buningga yakun chiqarish biroz qiyin. Buni biz bilib ketmaymiz. Shu sababdan ba'zi qarindoshlarninki ba'zi andishlariniki asosi yo'q emas. Lekin umumiy jihatdan aytgan vaqtida bu insonlarning bu vabo tufaylidan o'layotganligi rost. Nurg'un odamlarniki bir xil andisha, qo'rqinchi ichida yashayotganligi oz. Kam deganda bu vaksina qisman odamlarda, ba'zi odamlarda ba'zi aks ta'sirlarni yaratish ehtimoli bo'lsa-mu, lekin umumiy jihatda bizningki bu vabodan g'olib kelishimizga, bular kunda andisha ichida yashashimizga belgilik foydasi bor deb qarayman. Shunlashqa qarindoshlar agar bu vaksinani udurmaslik ichida bek andishida qolsa, bir mezgil saqlab turaman desimi o'zininki ixtiyori yoki bo'lmasa nisbatan aytgan vaqtida mushu 3 bosliq sinoqniki natijasi aniq bo'lgan, ishonchlik deb qaragan shirkatlarniki vaksinasini tanlab udursa texmi yaxshi deb qarayman. Meningki o'zimning shaxsiy qarashimda agar menga shundoq udurish navbati kelsa, men udurman bu vaksinani. Chunki biz garchi bu oldingi o'tib ketgan 10 oyni bir bexatar o'tkazgan bo'lsakmi, lekin keyingi hayotimizni yana shu andisha ichida o'tkazishning o'zi u odamga nurg'un ro'yi bisimlarni keltiradigan bir ovorchilik ish. Kam deganda o'zimizningki xotirjamligi uchun bo'lsa-mu, men agar navbat menga kelsa, men cho'qim udurman deb planim bor. Bugungi bu leksiya sal uzrab ketdi. Asli men 10 minut ichida kontrol qilay deb o'ylagan, lekin ba'zi narsalarni sal yaxshiroq, aniqroq tushuntiray degan bo'lg'achqa vaqt biroz uzrab ketdi. Hammanglarning diqqat qilib anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mening bu leksiyarimniki qarindoshlarniki ba'zi savollarga javob bo'lishini, ba'zi qarindoshlarniki kalasida shakllangan andisha va savollarga javob tepib, ro'y jihatda ba'zi xotirjamlikka erishishni umid qilaman. Oxirida hammanglarniki salomat bo'lishini Allohdan tilayman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.